Makka shahridagi Taj Park mehmonxonamiz. Haramgacha salkam 1 kilometr. Vaqtni o'lchaymiz hozir. Masofani ko'rib chiqamiz. Mehmonxonadan chiqib chapga burilamiz va o'ng qo'ldagi birinchi ko'chadan o'ngga ketamiz. Kichik gaz do'konlar bilan to'la ko'chadan to'g'riga chiqamiz. Juda ham ozroq yurganimizdan keyin o'ng qo'limizda Masjidul Haromning eng asosiy stoyankalari, avtobus turargohlaridan biri chiqadi. Shu tarafga qarab yuramiz. Ko'rib turgan avtoturargohlarga haramdan tashqarida bo'lgan mehmonxonalarning maxsus avtobuslari kelib, ziyoratchilarni tushirishadi va bu joydan yayov borishadi. Bizning ziyoratchilarimiz esa deyarli shuncha masofadan mehmonxonadan chiqishadi. To'g'riga yuramiz. Taj Park mehmonxonamizning avtobuslari ham bor. Ziyoratchilarimizni barcha turargohlardan ko'ra haramga eng yaqin bo'lgan ko'rib turgan avtoturargohingizga kelib tushirishadi. Qisqa masofa yana ham qisqaradi. Ana jigarrang avtobuslar bizning mehmonxonamizdan ziyoratchilarimizni olib kelishadi. Qarang, avtobusda yana ham yaqinroq. Ramazon paytida Masjidul Haromga kirish mana bu eshikdan bo'ladi. Hozir esa ozgina pastroqqa tushamiz. Ko'rib turganingizdek, haram hududiga juda ham qisqa muddat ichida yetib keldik.